Qisqa muddatli bo'lishi mumkin yoki uzoq muddatli. Misollar, bir oy ichida IT kursining birinchi modulini tugatish. Ikkinchisi, 3 hafta davomida har kuni ertalab 30 daqiqa sport bilan shug'ullanish. Bunda bor maqsadlar. Demak, nima qilishi va qancha vaqtda? Keyingi uzoq muddatli 1 yil ichida freelancer dasturchi sifatida mustaqil daromad topishni boshlash. Ya'ni uzoq qilyapti, ya'ni 1 yil ichida. Keyingisi esa 2 yil ichida shaxsiy sport blogini yuritish yoki sog'lom sport tarzini boshqarishni targ'ib qilish. Qanday sport bilan shug'ullanmoqchi yoki nimadir natijalar qilmoqchi, ya'ni uzoq muddatli. Masalan, bizda ham kiritiladi, masalan, olimpiadaga olib borish, sportchilarni yoki olimpiada oldirish yoki Osiyoda oldirish yoki respublikada oldirish maqsadlar qo'yib ketyapti. Bu bo'yicha qo'llaringizda bor. Marhamat, bu bo'yicha o'zingiz fikrlaringizni kirishingiz mumkin. Qisqa muddatli bo'luvisini